Assalomu alaykum. Men Termiz davlat pedagogika instituti pedagogika va san'at fakulteti pedagogika kafedrasi katta o'qituvchisi Nazarova Zarina Allaberdiyevnaman. Bugun sizlarga umumiy pedagogika fanidan ma'ruza mashg'ulotini qisqacha bayonotini qilib beramiz. Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala bu yoshlarimizning odob, axloqi, yurish-turishi. Bir so'z bilan aytganda dunyo qarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim? Yoshlar. Mayli yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin, lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz? Qanday ulug' zotlarning avlodimiz degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishiga undab tursin. Bunda nimani hisobidan erishamiz? Albatta, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan, deydi muhtaram prezidentimiz. Bugungi mavzumiz, ya'ni pedagogika shaxs tarbiyasi va rivojlanishi to'g'risidagi fan, ilmiy pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi va metodlar. Quyidagi rejalaringizga diqqat qilishingizni qaratamiz. Pedagogika fanining paydo bo'lishi va rivojlanishi. Pedagogika fani va uning asosiy kategoriyalari, pedagogik fanlar tizimi, pedagogikaning boshqa fanlar bilan aloqasi va oxirgi rejamizda ilmiy pedagogik tadqiqotlarni tashkil etish va o'tkazish. Tayanch tushunchalar. Bunda biz pedagogika, maqsad, vazifa, obyekt, predmet, kategoriya, pedagogikaning sohalari, aynan pedagogika fani, metodologiyasi, ilmiy tadqiqot metodlari kabi asosiy tushunchalar bilan biz murojaat qilamiz. Adabiyotlar ro'yxati. Demak, ma'ruza qismimizda birinchi reja bo'lsa asosida pedagogika, yunoncha pedagogos, bola va yetaklayman ijtimoiy fanlar tizimiga kiruvchi fan sanalib, shaxsni shakllantirishga qaratilgan tizimli faoliyat mazmuni, ta'lim va ijtimoiy tarbiyaning umumiy qonuniyatlari, shakllari, metodlar, vositalari, yagona ijtimoiy maqsad asosida yosh avlodni milliy istiqlol g'oyasi ruhida asosida tarbiyalash, unga ta'lim berish va muammolarini o'rganadi. Pedagogika fani shaxsni rivojlantirishning ikki muhim jihati, uni o'qitish va tarbiyalashga asosiy e'tiborni qaratganligi bois didaktika, ta'lim nazariyasi va tarbiya nazariyasi fanning muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi. Har bir fanning o'zini obyekti kabi pedagogikaning obyekti, predmeti va vazifalari bor. Diqqat qilamiz, pedagogika fanning obyekti yaxlit pedagogik jarayon, pedagogika fanning predmeti ta'lim tarbiya jarayoni, mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillar, shakl, metod va vositalar. Uning vazifasi esa O'zbekiston Respublikasidagi demokratik, insonparvar hamda huquqiy jamiyatni barpo etish sharoitida mazkur fan yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tarbiyalash tizimini ishlab chiqish, ilg'or xorijiy tajribalar asosida ta'lim va tarbiya nazariyasini rivojlantirish vazifasini hal etadi. Bizga ma'lumki, har bir fanning asosiy kategoriyalari mavjud. Kategoriya tushuncha hisoblanadi. U fanning eng asosiy tushunchalarini ochib yoritib beradi. Bunda biz birinchidan shaxs, tarbiya, ta'lim, bilim, ko'nikma, malaka, ma'lumot, rivojlanish, shakllantirish va kompetensiyalari bu pedagogika fanining asosiy kategoriyalaridan iborat. Hop, pedagogika fanlarning fanlar tizimi. Biz quyidagi fanlar tizimi tarkibida faoliyat olib boramiz. Pedagogika nazariyasi, pedagogika tarixi, maktabgacha ta'lim pedagogikasi, boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, korreksion maxsus pedagogika, metodika yoki bo'lmasa pedagogik mahorat, pedagogik texnologiyalar, ijtimoiy pedagogika,
kasbiy pedagogika, ta'lim menejmenti hamda qiyosiy pedagogika va oxirgisi komputerologiya bilan chambarchas bog'liq va fanimiz aynan shu fanlar bilan birgalikda tarkibiy qismi mavjud. Har bir fanning o'zaro boshqa bir fan bilan aloqadorligi mavjud. Pedagogikaning ham bir necha fanlar bilan aloqadorligini ko'rib chiqamiz. Bu falsafa, iqtisodiyot nazariyasi, sotsiologiya, etika, estetika, fiziologiya, psixologiya, gigiyena, tarix, fiziologiya kabi aynan fanlar bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Pedagogika fanning ilmiy tadqiqot metodlari, har bir fanning o'ziga yarasha aynan tadqiqot metodlari bor. Har qanday fan o'zining ilmiy tadqiqot metodlariga ega. Bu metodlar orqali o'z mazmunini boyitib va yangilab boradi. Aynan obyektiv dunyoni bilish nazariyasida nimani o'rgatish va qanday o'rgatish kerak, kimni qanday tarbiyalash lozim degan masalalar mavjud bo'lib, ular o'zaro bog'liqdir. Demak, aynan bu metodlarda biz suhbat, anketa, test, intervyu, pedagogik tahlil, maktab hujjatlarini tahlil qilish, pedagogik tajriba, pedagogik kuzatish, bolalar ijodini o'rganish, matematik, statistik metodlardan faol foydalanar ekanmiz. Bulardan namuna qilsak, ya'ni o'sha pedagogik kuzatish, uni qo'llash jarayonida ta'lim muassasalarining o'quv tarbiyaviy ishlari jarayonini o'rganish asosida tadqiq etilayotgan muammo, holat aniqlanadi. Tajriba avvali va yakunida qo'lga kiritilgan ko'rsatkichlar o'rtasida farq to'g'risidagi ma'lumotga ega bo'linadi. Suhbat metodi pedagogik kuzatish chog'ida ega bo'lingan ma'lumotlarni boyitish, vaziyatga to'g'ri baho berish, muammoning yechimini topishga imkon beruvchi pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, tajriba sinov ishlarini, subyektlarni, ya'ni imkoniyatlarni muammo yechimiga jalb etishga yordam beradi. Suhbat, ya'ni individual, guruhli hamda ommaviy shaklda o'tkaziladi. Suhbat jarayonida o'quvchilarning imkoniyatlari to'la namoyon bo'lishiga erishish muhim. Test metodi aynan respondentlar tomonidan muayyan fan sohasi yoki faoliyat, shu jumladan kasbiy faoliyat bo'yicha o'zlashtirilgan nazariy bilim va amaliy ko'nikmalar darajasini aniqlashga xizmat qiladi. Test o'z mohiyatiga ko'ra quyidagi savollardan iborat bo'lishi kerak. Ya'ni uni biz birinchidan ochiq turdagi savollar, batafsil javob berish imkonini beradigan savollar. Ikkinchidan yopiq turdagi aynan savollar, ha, yo'q yoki ijobiy, salbiy tarzdagi javoblarga asoslangan holatda savollar tuziladi. Keyingisi to'g'ri javob variantlari qayd etilgan savollar, to'g'ri deb topilgan javob varianti belgilandi bunda. Endilikda aynan bizda maktab hujjatlarini tahlil qilish metodi ham mavjud. Bu metod aynan maktab hujjatlarini tekshirish orqali o'qituvchilar va o'quvchilar jamoasi ularning pedagogik faoliyati haqida aniq ma'lumotlar olinadi. Umuman maktab hujjatlari deyilganda bunda nimalar kiradi? O'qituvchi, o'quvchilarning soni, sifati, ya'ni o'quvchilarning shaxsiy hujjatlari, sinf jurnallari, kundalik daftarlari, buyruq daftarlari, pedagogik kengashning qarorlari, daftarlari, maktab rejadagi pul hisobi va uning o'sha doir hujjatlarni, turli inventarlar, daftar va boshqalar bir qancha aynan o'sha hujjatlar tushunish mumkin. Maktab hujjatlarini tahlil qilishda o'quvchilarning umumiy miqdori, uning o'sishi yoki kamayishi sabablari
tavsifi o'quvchilarning fanlararo bo'yicha o'zlashtirish darajasiga sinfda qolishning oldini olish, rag'batlantirish, jazo choralari turlaridagi maktabning moddiy bazasiga e'tibor beriladi. Bolalar ijodini o'rganish metodi bu aynan o'sha birmuncha hozirgi kundagi STEM ta'limimizga, smart ta'limimizga yaqinroq, ya'ni metodlarda, texnologiyalarga o'xshagan pedagogik tadqiqot metodlari ichida bolalar ijodini tabiiy holatda o'rganish va ilmiy xulosalar chiqarish metodi mavjud. Bunda maktab o'quvchilarining o'ziga xos individual tartibdagi faoliyatlarga doir ma'lumotlar tahlil qilinadi va xulosalar chiqariladi. Maqsad O'zbekiston yoshlarining tipik obrazlar va ulardagi ijobiy hislatlarni shakllantirishdir. Shu sababli yoshlarning turli yozma daftarlar tutgan kundaliklari, yozgan xatlar, she'riy hikoyalar, ya'ni hayotiy rejalar, insholar, turli yozma hisobotlari va bolalar ijodini o'rganish uchun manba bo'lib xizmat qiladi. Eksperiment ya'ni tajriba sinov metodi. Eksperiment so'zi lotincha, ya'ni sinab ko'rish, tajriba qilish, ko'rish ma'nosini anglatadi. Odatda eksperimental tajriba ishlari ta'lim-tarbiya jarayoniga aloqador ilmiy faraz yoki amaliy ishlarning tatbiqi jarayonlarini tekshirish, aniqlash maqsadida o'tkaziladi. Bunda ham ilmiy farazlarning didaktik yoki amaliy ahamiyatiga e'tibor beriladi. Eksperiment metodi sharoitga qarab 3 xil o'tkaziladi. Ya'ni bu tabiiy eksperiment, laboratoriya eksperimenti, amaliy tajriba. Pedagogik eksperiment o'z mazmuniga ko'ra didaktik, tarbiyaviy va maktab shinoslik muammolari yuzasidan o'tkaziladi. Pedagogik eksperiment tajriba ishlarini o'tkazishda quyidagilar mavjud. Ishning aniq ilmiy jihatdan asoslanganlik farazini aniqlash va kutilishi lozim bo'lgan natija uchun reja bo'lishi lozim. Ilmiy ish yoki pedagogik faoliyat uchun aniq obyektni belgilash, amalga oshirish borasidagi qo'shimcha metodlarni aniqlash, tajriba ishi o'tkazish vaqtini va muddatini belgilash, tajriba uchun lozim bo'lgan asbob uskuna va boshqa hokazolarning, ya'ni tasavvur eksperiment natijalarini zudlik bilan tahlil qilish va tegishli xulosalar chiqish, tavsiya berish kerak. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, bir so'z bilan Bedilning fikri bilan aytganda, agar menda poydevor mustahkam qilib, barpo qilib bersang, men osmono'par binolarni qurib beraman deydi. Demakki, ta'limning asosini yaratilishda pedagoglarning hissasi katta deb bilaman. Fanimiz bo'yicha nazorat uchun savollar quyidagilarda bayon etilgan va e'tiborlaringiz uchun rahmat. Buguncha shular.